Ofislarning birida erkak kishi qo'lida kulrang chemodanni ushbu korxonaning rahbariyati deb talqin qilinayotgan odamga tutqazayotganligi yashirin kameraga tushib qolgan. Ushbu video tasvirni o'rganish maqsadida tezkor xodimlar bilan ofis ichkarisiga kirganimizda esa batafsil muxbirimiz lavhasida. Men 40 yildan beri shu korxona rahbariman. Men pora olganim yo'q va korrupsiyaga qarshiman men. Ana o chemodanning ichidagi ovqat edi. Uni onam o'z qo'llari bilan pishirib menga berib o'rgan edi. Men bir-ikki rahbarlarga o'xshab restoran ovqat yemayman. Sizlarga kim qanday informatsiya bergan, uni men bilmadim. Lekin men pora olmaganman va korrupsiyaga qarshiman. Men uyda yotgandim o'zi. Shunda ko'chaga chiqdimda, svetoforga borsam, svetofor qizil yonib qoldi. Turdim bir 35 sekund shunday kutib turdim. Keyin yashil yondi. Shunda chapga qaytdim. Qaytib shunday ketayotsam, bitta trubadan bitta suv otilayotgan ekan. Keyin bordimda, qo'limda izolenta bor edi. O'sha izolenta bilan shunday o'rab turdim. Telefon bo'ldi. Shunday telefon ko'tarsam, akam ekan. Akam aytibdi: "Ey, tez bo'l, obed bo'ldi, obedni olib keldi." Xo'p dedim, shunday uyga kirdim. Uyga kirdimda boyagi obedlarni oldimda qo'limga, keyin nima qilishni bilmadim. Qarasam tepada bir chemodan turgan ekan. Chemodanni shunday oldimda ichini ochib, pullarni shunday tashladimda, ichiga solib olib keldim. Shu bo'lgan. Korrupsion holatga o'xshash ushbu tushunmovchilik keltirib chiqarilgan vaziyat o'rganilmoqda. Barcha ishtirokchilarga tegishli tartibda tushuntirish ishlari olib borildi. Berdibek Porayev, Igor Chemodanov.tv uchun maxsus tayyorlandi. Ushbu video hazil tariqasida va kayfiyatni ko'tarish maqsadida real voqealarga asoslanmagan holda suratga olinib tarqatilmoqda.